bu yosh katta bo'lib turib yurmayotgan bolalar borki, qo'rquv baland bo'ladi. Chem hali 1 yoshda yuradigan bolalarga nisbatan. Mana 1 yoshda yurayotgan bolaga e'tibor bersangiz, qayta yiqilsa ham yuraveradi. Bunaqa bolalar bitta qattiq yiqilib qo'ysa, emgalamay ham qo'yadi, kelgusi tikka turmay ham qo'yadi. Demak, qo'rquv 2 barobar ortadi. Aqli yaxshi, yoshi katta. Shuning uchun yurishga qiyin bo'ladi ularda yurish. Sabab qo'rquv baland bo'lib qoladi. Shuning uchun yiqitmaslikka iloji boricha harakat qilish kerak. Misol reabilitatsiya bilan shug'ullanyapsizmi, buni massaj qildiryapsizmi, misol harakat terapiyasi qilyaptimi, tikka turganda yoki bittasalar ushlab yurishni boshlaganda yiqitmaslik kerak. Yiqildi, o'sha fobiya, ya'ni qo'rquv ko'payib ketadi. Qo'rqib qoladi. Shu yana o'ziga ishonchini hosil qilguncha vaqt kerak bo'ladi. Intellekt bo'lsa bolada ishlash oson, aytganingizni qildirish oson. Aqli, nutqi ham qo'pol orqada, harakati ham qo'pol orqada bolani yurgizish mumkin. Lekin bunda aqli yaxshi, intellekt yaxshi, mana ota-ona shug'ullansa bo'ladi, biz shug'ullansak bemalol bo'ladi. Barcha reabilitatsiya turlari bilan sekin holatdan olib chiqsa bo'ladi. Faqat bitta dori ukol emas. Hozir ko'payib ketdi, 8 xil, 10 xil, 6 xil tinimsiz ukol, dori. 2 yosh kelyapti, hali reabilitatsiya bo'lmagan. Hali aniq tashxis bo'lgan yo'q.